Assalomu alaykum hammaga. Bugungi asosiy o'tadigan darsimiz PostSQLni o'rnatish. PostSQLni o'rnatish e, qiyin emas, juda oson. Bizga kerak bo'ladi Chrome'dan tanlab PostSQL download Windows deb yozib olamiz. Bu yerda qidirilgan bitta bu o'rnatuvchini yuklang degan joyi bor. Ya'ni yuklaganingizda mana bu yerda chiqib keladi. PostSQLni yuklab oling. Bu yerda Linux 64, Linux 32, MacOS, Windows 64 razryadli, 32 razryadlilar uchun bor. Bu yerda 64 razryadlisi uchun ham 18.3 eng yangi versiyasini yuklab olamiz. Men oldin buni yuklaganim uchun vaqt olmasligi uchun yuklab qo'yganman. Buni ustiga bosamiz. Menda hozir tayyor turibdi, o'rnatilib. Bu yerda biz boshqa diskni tanlaymiz. C disk o'rnatsam deb qilyapti. Xo'sh, bu yerda D diskni tanlasak yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. D disk next bosamiz. Bu yerda install the DirectX node disk choose thickness select. Bu yerda nom bo'lishi kerak edi. Masalan, C disk o'rnatadigan bo'lsak qanday bo'ladi? Menimcha bu o'sha Z disk bo'lsa D diskdan bironta fayl och deyapti menimcha. New fayl qilsak folder fayl hos new fayl ochib keyin buni D diskga qo'ysak. Buni tanladik. Tanlaylik. Menimcha endi next bo'lsa kerak. Yo'q, yana muammo. Qaytadan o'sha aytgan joyiga o'rnatib ko'ramizmi? Next bosamiz. Bu yerda C programma fayl PostSQL next bosamiz. Demak, o'shanda bo'layotgan ekan, programma fayl ichida o'zi joyini tanlab olyapti. Next bosamiz. Parolga database super user parol. Takrorlaymiz. Next bosamiz. Bu yerda o'rnatilish jarayoni ketyapti. O'rnatilish jarayoni, ya'ni install qilish jarayoni biroz vaqt olishi mumkin. Uстановка qilish jarayoni. Bunda kutib turamiz. Hozir
Почти 98% o'rnatilib bo'lindi. Install qilindi, ya'ni ustanovka qilindi. O'rnatib bo'lindi. Bo'ldi. Bu yerda next bosamiz. Application next. Bu yerda eshitmaga teginmaymiz va next bosamiz. Menimcha teginadigan o'xshaymiz. Buni tanladik, next bosdik. Bunga ham biroz vaqt oladi. Bizga asosan internet muhimroq. Internet ulanganini tekshiramiz. O'rnatib bo'ldi. Endi tekshirib olish uchun bizga SQL she'rdan tekshirib oladi. Bu yerda enterni bosamiz. Password for user Postgres deyilyapti. Ya'ni boshida o'rnatilayotganda kiritgan kodimizni kiritamiz. 1 2 3 4 enterni bosamiz. Mana. Bu PostgreSQL o'rnatildi. Hammaga kattakon rahmat.